Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari, kanalimiz ashaddiy obunachilari. Bozor Masri kanali yana video syomkalarimizni boshladik. Xudo xolasa, G'onajin bozoridan video syomkalarimizni boshladik. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yasiz. Boshladik. Acaba necha pul qilishyapti buni? 14 milyon 600 ming so'm baho qilishyapti. 14 milyon 600 ming so'mga berilmayapti. 16 milyon so'm savdo. 14 milyon 600 ming so'm real savdosi. Navbatdagi shved g'onajinimiz 14 milyon 200 ming so'm savdo qilishyapti. 14 milyon 200 ming so'm savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Asadbek bu necha pulga berilmayapti? 13 milyon 500 ming so'mga berilmayapti. Qora g'onajin. Ana olingan variantlar. Bular necha puldan bo'pti aka? 8 soat oldingizmi? Necha pulga oldingiz? 12 milyon 500 ming so'mga baraka bo'pti. Boqma g'onajin. 12 milyon 500 ming so'm. Deb boqma g'onajin oldik. 12 milyon 500 ming so'm. Ha, ikkita. Necha puldan savdo bo'lyapti aka? Endi olib kelsiz. Necha puldan aytyapsiz? 25 dan aytyapsiz. Ha, jupi 25, 12,5 milyon so'mdan. 12,5 milyon so'mdan. Aytilyapti. Sotilmayapti. 12,5 milyon so'mga berilmayapti. Sotilib baho aytilyapti, sotilib. Bu necha pul qilishyapti aka? Qoraga? 15 milyon deyapsiz. 15 milyon deyapsiz. 15 milyon so'm narxi. 15 milyon so'm. Necha pul narxi? 12 kam. 12 milyon so'm kam. O'zi savdosini ko'rgan. Savdo bo'lyaptimi? Kamiga yuraylik jina to'g'a dedim. Mana deydi, hisob sari baraka dedim. Ertaman Necha pul savdo bo'lyapti? Ertaman yo'q, endi ketdi-da u savdo. Buni 12 milyon 800 ming. 12 milyon 800 ming so'm. Men olmayman. Siz chiqmaysiz hozir. 12 milyon 800 ming. Necha pul deyapsiz? 12 milyon 100 ming so'm. 12 milyon 100 ming so'm. Necha pul aytyapsiz? 4 milyon kam bor. Qancha? Ha. Sizdan 12 milyon 100 ming so'm. Aka olindimi? Necha pul bo'lyapti? Necha pul qilishyapti? 16 milyon 200 ming so'mga berilmayapti. Sizniki aka? Necha pulga bermayapti? 14,5. 14,5 milyon so'm. 16 milyon qancha? 16 bo'lyapti hozir. Hozir. Saharchi? 16,5 milyon so'mga sahar berilmagan, hozir 16 milyon so'm bahosi. Bu bitta tuqqanmi? Bitta tuqqanmi? Necha pulga bermayapsiz? 19 milyon 200 ming so'mga berilmayapti. Navbatda ham olamiz. Necha pulga bermayapsizlar buni? 17 milyon. 17 milyon aka, yaxshimisiz? Charchamang. 17 milyon so'mga beriladi. Charchamayapsizlar? Siz aynan siz olamiz. 17 milyon so'mga berilmayapti. Bitta tuqqan qisirma olamiz. 38 milyon 600 38 milyon 600 ming so'mga baraka oldi ikkovi. Ikkita shved 38 milyon 600 ming so'mga baraka.
8 milyon 600 bin so'm. 40 milyon so'm. 40 milyon so'm narx aytilyapti. 32 milyon so'm real savdosi bo'lyapti. Berilmayapti 32 milyon so'm. Sementalimiz qisir 10 litr suti bor. 32 milyon so'm. Berilmayapti. Shuni qo'ygan ekan. Milyon so'mga berilmayapti. 40 milyon so'm narx aytilyapti. Rasmga Hech pul aka. 14 million berish. Beringiz. Harakat toping. 14 milyon 100 ming so'mga berilmayapti. Shved xonasi. 14 milyon 500. Bu necha pul qilishdi aka? 11 million 200. Tuqqanmi? Bola tashlaydi. 11 milyon 200 ming so'm. Birinchisi. 11 milyon 200 ming so'm. Hech pul qilishyapti aka buni? 20 million. Qisirmi? Juma 20 milyon so'mga berilmayapti. Birinchisi tuqqan ekanda. 4 ta suti bor. Ha, 4 ta suti bor. 20 million kelishyapti. 20 milyon so'm berilmayapti. Necha pul qilishyapti buni? Aka necha pul qilishyapti? 10,5 milyon so'mga berilmayapti. Necha pul qilishyapti? Yo'q. Olin. Necha pul yo'q? 22 milyon 700 ming so'mga. Baraka olgan, yana qayta sot. 22 milyon 700 ming so'mga olingan. Sahar. Qarab sotib oldim. Hozir bolalar kelib aytib ket, birodan ayttirib olgan ekan. 10,5 mi? Ne? 20 soat. Sog'liq yaxshi. 10,5 milyon so'mga berilgan. Yarim milyon. Hech pulga bermayapsiz buni, Oybek aka? O'sha xo'roz beradi. Hech pulga bermayapsiz. Biloganliga bilasan. Aka 7,5 qildi hozir. 7 milyon 500 ming so'mga berilgan. Hech pul qilishyapti jupini aka. 24 milyon so'm. Savdosi bo'lyapti, berilmayapti. 24 milyon so'm.